Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan birga yana bir bor Pyotr Plexanov va men sizlarga mana shunday kichkinagina hovlida qiladigan ishimizni ko'rsatmoqchiman. Kichkina ixchamgina hovli, lekin juda manzarali. Uy egalari juda gulga qiziqishar ekan. Mana shu kichkinagina joy turpog'ini almashtirmoqdamiz. Mana bu juda qattiqlashib qolgan hovli bo'lmayapti. Biz bularni mana qopiga solib, o'rniga chiroyligina yumshoq turpoqda olib kelamiz. Mana shu kichkina zaborchani oldidagi turpog'ini ham qarang, gul solib ishlatishyapti. Qarang. Hammasini hozir olamiz va o'rniga yaxshi turpoq bosamiz. Eskirgan qamishlarni ham olib, o'rniga yangisini o'rnatishar ekan. Aziz do'stlar, aytganimdek, biz mashinchagina torgina hovlida Toshkentning ichida ishni bitkazib yubordik. Biz ishni juda akkuratni qildik. Bu yerdagi nima qilgan ishimizni? Turpog'ini almashtirdik, turpog'iga o'g'it soldik, tozaladik. Bu yerda eski qamish bor edi, boshqa polni o'tida qildik. Akkuratni bo'ldi, tez bo'ldi, hovli ham katta emas. Hozir mana chiroyli bo'ldi, tekis bo'ldi. Endi navbat uyda xo'jayinisiga hozir borib o'zlaridan ham bir so'raymiz. Евгения, на минутку можно вас? Можно, конечно. Очень благодарна вашей команде. Очень все оперативно сделали, быстро все выкопали, посадили, удобрили. Я очень довольна. Класс. Спасибо вам большое. С удовольствием. Пусть ваши цветы улыбаются. Благодарю. Biz klientlarimizni sovg'asiz qoldirmaymiz. У нас как вот квартирный вопрос, пусть ваши цветы улыбаются. Это вам. Благодарю. С удовольствием. Bizga murojaat qilinglar va gullaringizdan tabassum hech qachon arimasin.